Assalomu alaykum Oybeguz kanalining qadrbaland, qadrli obunachilari, chorva ishqibozlari, mana bunday sigir ishqibozlari va akalar bir jup rossiyskiy parodamiz bor. Mana ko'ring jonivorlar. Dolzarb muammo. Nima dolzarb muammo? Mol ko'p. Xalqimizda pul ham bor. Oybekjon bizga sog'lom mol ko'rsating uka. Biz sog'lom mol olgimiz kelyapti, deyaptimi akalar? Mana sog'lom mollar. Haqiqiy ozuqasini yeb turgan. To'g'rimi jonivor? Ha, qarang, turishdi. Xudo xolasa akalar, ozuqasini yeb turgan bir jup Greenford toza rossiyskiy buqamiz bor. Bitta otimiz ham bor. Ot ishqibozlariga akalar. Xudo xolasa videorolikni oxirigacha ko'rib, kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldirasiz. Bizga qiziq, nuqta bo'lsa ham yozib keting. Sababi inobatga olamiz albatta. Albatta inobatga olamiz. Mana bunaqa akalar pachkali variantidan bugun sotuvga kelgan. Sigir desangiz sigir. Qo'yingki, itakdali. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'iga do'stim Otabekning xonadonlariga yetib kelganmiz. Xudo xolasa garantiyali joyda yana qaytarib aytyapman. Biz oldi qochdi, unaqa gap bo'lmaydi. To'g'risi eshikdan kirdim, sразу mikrofonlar qadadik. Hali boshlab ketyapmiz videoni. Bizda unaqa haligi qo'pol qaytgan oromxo'rlik yo'q. Mana bunaqa qilib, mana uni muncha aytasi unaqa dangal gaplashamiz. Kimga ma'qul kelsa, akalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Otabek, assalomu alaykum. Do'st, yaxshimisiz? Ro'zalar bilan. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Assalomu alaykum obunachilar. Charchamasdan yaxshi yuribsizlarmi? Xudo xolasa bugungi ozgina, sozgina narxlar yengil bo'ladi. Kommentariy yozib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalarim. Do'st, sigirlar ko'rsatganmiz, menga qiziqdi. Qarang, bular ichida hali bo'g'oz, boshqalari bormi? Bitta bo'g'ozimiz bor. 5 ta semizimiz bor. 5 ta ehtiyot qassoblarga, boquvchilarga. Iyog'i ham bo'laveradi. Do'st, qaydan boshlaylik? Qaydan ko'ngilda birinchidan boshlaylik. Buqalarimizni oxiriga olib qo'ydik akalar. Xudo xolasa sigirlarimiz eng qizig'i bor-u, ozuqasini yeb turibdi. Hech qanday bir havoli kasal, shunga o'xshash narsalardan akalar bunaqa narsa yo'q. Mollar absolutni sog'lom holatda. Do'st, qanday tartibda yakka aytamizmi? Qo'shna bularda 5 tasini, 1 2 3 4 5 tasini eti yaxshi, 4 5 dan yemda turgan hammasi. Hop, 4 5 dan yem. Sog'lik garantiyasini hammasini beramiz. Hop, unda 2 tasini jub qo'yamiz. Unda 3 tasini qo'yamiz. Hammasini ham qo'yib qo'yamiz. Akalar, qarang. Hali video manfaatli bo'laversin. To'g'ri aytasiz. Mana akalar pachka variantlar bor, ko'ring. Xudo xolasa, mana ko'ring. Qoragacha 5 tasini bitta qo'yaveramiz. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Do'st, unda bir boshdan boshlaverdik-a? Hop. Do'st, bo'ybasilar nima deb ketasiz buni? Bo'ybasini sizga xolislik bo'lsin. O'zimizni mol bo'lgani balandroq aytib qo'ymaylik. Siz shunday 5 sent 10 sent nari berda aytavering. Kimga yoqsa o'lchab beraveraman. 120 dan ziyod metr yo'qmi hozir? Yo'q, metrga to'g'risi olib qoldi-da, ozgina. Do'st, unda qarang, menda metr bor, pauza qilib metr olib kelamiz. Bo'laveradi. Akalar, hozir metr olib kelamiz. Xudo xolasa mana metrni olib kelib oldik, do'stim, buni boshladik. Realni o'lchab ketamiz. Bismillah. Bu metr lekin birinchi do'stim uyiga o'lchani hali ishlayapti. Xudo xolasa barakali keladi bu ham. Xo'p, do'stim, 120 dan kam emas asl mol lekin. Ozgina ho'kish bo'lyapti. 120 to'shni cheyapti, 115 filosga olishaveradi. Material bo'lmagani buni talashib tortishmayman. Molimizni eti ham ko'rinib turgan bo'lsa, shu akalar mol 120 nimasiga pul berishaveradi. Xo'p, mana ikkinchisi. Jonim. Bu ham shunaqa 120 chiqadi. 120 ga uni ham olishaverar ekan. Do'stim, lekin halol o'lchayapti, o'lchaganda ham. Otasiga rahmat. Ikkalasini 16.500.000 so'mdan kami bor. Voy, mashalloh, shunaqa arzoni ham bo'ladimi? Keng do'st, qo'lda ushlang do'st. 16,5 million so'mdan savdosi bormi? Savdosi ham bor. Aytayapman, 17-18 emas, 16.500.000 so'mdan yana kami bor. Telefon qilishaveradi. Barakasini bersin. Ey otanga rahmat. Mujik 33 million so'mga mana bunday 120 sigir bersa-ya, yo menga shunaqa kichkina mollarda ham 18 million qo'yaverganimga shunaqa mineniya bo'lyaptimi? Ko'ring akalar. Mol gap bo'lishi mumkin emas. Qo'shna buni 1.15 filosga olishaverar ekan. 3 tasini bitta qo'yamiz, uchalasi ham nimaga? Per, bittasi. Akalar, bu ham 120 chiqishi kerak akalar. Ikkinchisi. Jonivordi, mana ko'ring. Mana uchinchisi. Uchinchisi metr tashlaydi. Uchalasi ham yem hashagini yeb, anchadan bir turgan. Haliga kecha bugun kelgan emas mana. Do'stimni o'lchashiga 5 ketdim. 125. Xotirjam kelyapti. Keladi, xotirjam. Beyda dangalni aytaymi? Mana Oybekjon o'zingiz aytang, tajribadan kelib chiqdi, desam 120 dan kam mol yo'q. Ha, xudo xolasa kam emas. 120 dan birata mol kam emas. Oshiq bo'lsa oshiq kam emas. Badan ham, ko'ringlar. Ha, albatta. Yaltirab qolibdi badanlariga ham. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'st, uchalasini nima deysiz? Do'stim, qo'lni bering. Bularda ham olib bo'lmaydi. Go'sht qimmatlayotgan paytda qani bitta narxni yondirib beringchi do'st. 18.500.000 so'mda yana xayri bor.
Baragasini bersin. Otangizga rahmat. 18,5 million so'mdan savdosi bor. Hop, endi yana bitta nima qilib qo'yaylik. Mana shu yerga yangilik qilib qo'yamiz. Oshna. Hop. Emas, bo'lmasin. Beshalasini bir yerga oldim degan odamga 17,500 ming so'mdan kami bor, xayri bor. Beshalasi. 17,5 million so'mdan yana savdosi bor. Savdosi bor. Otangizga rahmat. Akalar, mana ikkitasiga 1 million qo'shildi, mana uchtasidan 3 million tushdi. Albatta. 2 million qo'shildi, 3 million tushdi. Yana 1 million yutuqdi obunachilarim. Albatta. Yana tag'in 5 tani oldim. Otabek uka deysa, yana o'tib berasiz. Albatta o'tib beramiz. Yap Maqsad bo'lishi sotish, mumkin. xudo xolasa. Otangizga rahmat. Lekin yakkalab ham sotaveramiz. Yakkalab ham sotaveramiz. Yo'q, buni, xoh uni soniga qarab shunday aytsak, Otangizga rahmat. narxini Lekin o'ta qulay qilib beraveramiz. boshqacha video bo'lyapti. Obunachilar Oshna, ot bor, bu ham- manalarimiz bor. Yeyishini ko'ring. Hali ham yeyapti jonivorlar. Xudo xolasa, oshna buni ham 120 ga olishaveradi. Hop. Buni ama et sal pastroq, sal Hop. quruqroq bog'maga beraveramiz. Tushunarli. Buni puli ham baland emas. Puli ham jinday quruqroq deng. Albatta, yer bilan bitta bo'lib qo'ya qiladi unda. Bunga Okay. 12 million 700 ming berishadi, yana kam bor. Qancha? 12 million 700 ming so'm, mana 12 million 500 ming so'm. Baragasini bersin. Baragasini 12,5 million so'mga 120 li sigir. Do'st, realni qo'yib beryapsizmi? Ishoning. Albatta, shunday telefon Birinchi qilish. bor mana, bugungi birinchi syomkamda. Albatta. Ejoning kayfiyatim o'xshab 12,5 millionga 120 li oldi. Erkakchami do'st? Xudo xolasa yana kami bor. Bu Yana zargohdan- savdosiga o'tib Bu berasiz. zargohdan norizoq chiqarmaymiz. Yana savdosiga o'tib Bor, berasiz. savdosi bor. Otangizga rahmat. Magazin narxi emas. Telefon qilishadi, Mol aka uka deyishadi. ko'rmas, cho'loqmas, Yo'q, yo'q. yeydi, o'g'irlamas. Yo'q, bir hafta 7 issiga beraman. Garantiyasini bir hafta 7 issiga beraman. Gap yo'q, Xudo xolasa havodan yo'qadigan kasalliklar garantiya bera olmaymiz. Sababi endi nimani O'z ishi? nomi bilan havodan Lekin yo'qadi. shunday syomka qilib ko'rsatib beraveramiz. Hammasidan jon Valloh sog'. sog'lom. Albatta. Voy mashalloh, akalar, nima deyapti, jigarlar? Ay, jonivor mana. 120. 120 chiqaverar ekan bu oshna. Ko'radi, boring 118 ga olsin, chatayo, lekin hurkak ekan. Bu ozgina tortilib turibdi. Bu yoq kishimlar pullar o'ta yengil, darim bo'lgan bo'g'ozlar bor. Ana bo'lmasam, bo'g'oz varianti. Bo'g'oz. Aytyapman, bu yerga kelgan odamda norizoq qaytarmaymiz. Novosam bor, o'ta pul yengil. Semizlarimiz bor, ot bor, Greenford bor. Gap bo'lishi mumkin emas, do'st, lekin Mana haqiqatan ishonma, oling bugun tugaydi oshna. Xudo xolasa, yaxshi niyat. Birinchisi, Xudo xolasa endi tez chiqib turamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Do'st, nima deymiz buni? Buni 5,5 oylik dedi uzi, qo'l solingan, ishonchli, yana solib tekshirishaveradi. Tushunarli. 15 million so'm kami bor. Bo'g'oz 15 million kam 15 million so'm kami bor. Qani, Do'stim, kelgan qo'lni bering. baragasini bersin. Gap Baragasini bo'lishi mumkin emas. Yana kam bor. 15 million 500 ming so'm yana savdosi bor. 15 million so'm. Ye? 15 million so'm. Adashmang. 16-17 yo'q pul bizda. 15 million so'm million so'm yana savdosi bor. savdosi bor. Ertaga Xudo berin bolasi yerga tushadigan bo'lsa, enasini o'zi ham 13 million 14 million ketaveradigan eti yaxshi bo'lgan narsa. Gap bo'lishi Et yaxshi mumkin narsa. emas. Otangizga rahmat. Voy, nima bo'lyapti? 12 million so'mga sigir qo'yib beryapti. Bo'g'oz 15 million so'm. 2026-yil 5-mart akalar. Hech qanaqa unaqa emas. Haligi oldi qochdi boshqa emas. Oshna, Ko'ring. mana shu qo'chamiz bor, ozgina mehr talab, hop 7 ishlanib beraveramiz, o'zimiz yedirib ichirib sinadik. Hop. Xudo xolasa bo'ylar 1.15 plus kelyapti. 1.15 plus. 1.15 plus. Jonivordan, Faqat qarov talab xolos. ozgina yomon emas. Yomon emas lekin haligi. Kella boshim to'rt burchak ekan, ko'ring. Albatta, haligi deylik, yo'q narsani maqtab, bir shirishni kerak yo'q-da. To'g'ri. Bo'ladigan narxda tars dirs bitiraveramiz, xudo xolasa. 1.10 plus ekan, 1.15 plus ekanlar. Hop. Narxlarini 17 emas, buni ham bitta yengil qilib qo'yamiz. Qo'shna Moranga 16 million 800 ming so'm berishadi. Borani 700 ming berishadi, yana kelishamiz. Baragasini bersin. Baragasini bersin, shuna. Voy akalar. Bugun Rasa do'st. boqa degan joyida. Trendga chiqyapsiz. Otni ham birala gapirib o'tib ketaylikmi? Oldin Greenford olib otda yetalaylik, nima bo'laveradimi? Otni yetalaysizmi? Bo'ldi, bo'laveradi. Yo'q, atak otni yetalab chiqaversamizmi? Ha? Bo'ldi, unda Greenfordda aytib qo'yib aytganingizdek qilaveramiz. Bo'ldi, bo'laveradi. Xudo xolasa akalar, realniy joydan bo'lyapti, lekin gap. Nima desangiz bo'laveradi, xudo xolasa. Ko'ring. Ey, lekin bitta narsaga qoyil qoldimda, do'stim mana shu molda ham bor, realni ko'rsatib turaman. Mana hali tarab tozalab, yo'llarni yuvib chiqarib qo'ymadim. Borlig'i ko'rinsin, bo'ldi, obunachim bittaga maza qilsin. Videolarda ko'ryapsiz, hali osib qo'yibsizlar, boshqa po'kin bo'lmaydi. Hop, hammasini yeb turgan joyidan video bo'ldi. Bular ham xudo xolasa yeb turgan joyidan bo'lyapti. Hop, ochiq savdo bo'ladi. Ikkalasi bir juft. Pullar o'ta yengil. Kamiga bo'sh qo'yib yuboribsiz bu Ha, hali. bular
O'ziga xon, o'ziga bekiladi. Albatta, bularda shunday olib faqat tarbiyasini qilib boqadigan joyida bular. Rosa qashlanyapti-da. Ey jonivor, o'tib ketib qolmang endi obunachilar ko'rining. Do'st, bu Rossiyanikimi? Men Rossiyanikida bordim. Rossiyani Gorniy Altay degan joydan kelgan. Gorniy Altaydan, hop. 25 tacha kelgan. Qarindosh urug'lariga tanish bo'lishlarga hammasiga sotdik. 2 ta, 3 ta, 5 ta qilib sotdik. Mana shu ikkita pul yengillari o'ta yengil pulga qoldi. Tushunarli. Mo'ljal qilaverdik. Bu yerdan kelgan kichkinasi ham hali 23 million, 22 million qo'yilyapti hali. 1 metrlik, 1.5liklari ham. Albatta. Keling do'st. Xudo xolasa bular bizga foydaga qolsa ham bo'laveradi. Tushunarli. Bular o'ta yengil bo'ladi. 20 million so'mdan 40 million so'm kami bor. Barakasini bersin. Hashaki molni pulida. Albatta. Obunachilar, yana qaytarib aytaman, asli mollar zo'r turibdi, oyoq qo'li ham to'sindi. Faqat do'st, bularga o'sha bir jinda bir 20 kuni chakki mehr kerak. Mehr berilsa bo'ldi. Yeb ichish sog'lik salomat, yeb ichish sog'lik salomatligini 2 oy yoqda sinadik. 1-2 oy aniq turdi uyimizda, sinovda turdi. Yeb ichsa yana bir haftaga beraveramiz. Muammosi bo'lmaydi. Mana shu bitta otni ham ko'rsatib qo'yamiz, shu bilan. Akalar, bitta ot qayerga yetalaymiz do'st? Mana shu yerga bog'laylik, bo'laveradimi? Bo'laveradi. Akalar, hozir realni otni do'stim bilan yetalab, do'stimga xalaqit bermaydi. Yetalab olib chiqarlar. Yuvoshligi qanday do'st? Xo'p, otni oshna 3 oy oldin olganmiz o'zimiz. Ishqibozchilikka olganmiz. Yedirib, ichirib, xudo xolasa tarbiyasini qildik. Shu vaqtgacha boqdingiz. Ha, jonivor. Yana ozgina tarbiyasini qiladigan joyidan. Do'st, minsa bo'ladimi? Bo'ladi. Yo, mindirmaydimi? Chastroqmi? O'zimiz o'sha deylik, jiyanlar, aka-ukalar o'zimiz yengil odamdan minyapmiz. Rosa o'sha nimasini qiladigan joyida-da, tarbiyasini qiladigan bitta uloqchiga yo'qsam ishqiboziga berib, tarbiyasini qilish kerak, xolos. Tushunarli. Akalar, tishlamaydi, tepmaydi, suzmaydi. Yo'q, muammolari umuman yo'q. Jonivor, gap bo'lishi mumkin emas. Yosh oyligi 5 oylik deyishdi bizga. 5 yosh deyishdi buni. 5 yosh. 5 yosh deyishdi. Endi 5 oylik desizmi o'zim ham? Yo'q, 5 yosh. Ozgina adashlik bo'lib qoldi. Jonivor. Do'st, bo'ybastlarni nechi? 1.60 bormi? Chiqadi xudo xolasa. Meni bo'yim 1.68 chiqadi. Endi mendan vaqt ko'raverasiz. Bo'lsa kerak. Metr solaylikmi do'st? Ya hurkib. Solaveramiz. Hurkib deysizmi? Yo'q, hurkimaydilar. Lekin badani ham yaxshi ekan-a, do'stlar. Badani ham o'ta yaxshi moldi. Molda rangi ham, toni ham yomon emas lekin obunachilar. Ha, jonivor, bismillah. Qo'rma. O, 1.60. 50 ekan do'stim. 1.50 mi? 1.50 chiqar ekan. Uzr, men 60 ta deb o'ylab. Yo'q, 1.50 ekanlar. 1.5 metr ekan-da do'st? Albatta, 1.5. 1.5 metr. Ozmozga hali qilmaymiz. Xudo xolasa uylar borib o'lchashganda 55-60 ham chiqib qolaversin. Otangizga rahmat. Keyin do'st, nima deymiz? Narxlarni kitob topaylik bunga. Bo'ldi. Narxlarni o'ta yengil bo'ladi. Bunisi ham bular bilan bir xil ketaveradi. Hop. Ey, g'ash keladi otdan. 24 million so'm bo'laveradimi? Baland do'st, to'g'risi men otni bilmayman o'sha. Endi atak o'zingiz 23 million 500 ming so'm. Barakasini bersin, bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'st, videorolikka keyin so'ramiz, ha? Albatta. O'ta obычный videorolik bo'ldi. Akalar, videorolikdagi xato kamchiliklarimizni kechirib, quyidagi barakali chorvalar sizni kutib turibdi. Bittadan like bosish esdan chiqmasin. Shu do'stimni chorvasiga Alloh taolo baraka bersin. Haqiqatan 2025-yil noyabr, dekabrdagi narxlarni qo'yib berdi. Buni like esdan chiqmasin. Sog' bo'ling akalar, salomat bo'ling.